Mana shu ikkita xolodilnik 90% saybasay xolodilniklarga janaza o'qib yordi. Tashqi ko'rinishi, ichki qulayligi, polni kattaligi bo'yicha ham o'zini konkurentlariga dam beryapti. Nega o'zini konkurentlariga janaza o'qib yordi deyapman? Chunki bu turdagi xolodilniklarning puliga, hozirgi paytdagi sotilayotgan puliga bitta eshikli xolodilnik beryapti. Bu bo'lsa ikkita eshikli, bo'ydan bo'yga xolodilnik, bo'ydan bo'yga morozinnik, cho'ntaklar ham yetarlicha. Undan tashqari suv dispenserlarigacha bor. Tashqarida sensorli tablolargacha bo'ladi. Xohlang ikkita eshikligi, xohlang 4 eshikligi. 4 eshikligi salgina balandroq, ichi ham kengroq bo'ladi. Shunaqa ko'rinishda ikkita tarafga ochiladi. Keng ko'rinishda. Pasti ham xuddi shunaqa katta bo'ladi, 6 ta polkali. Buni ham xuddi shunaqa sensorli tablosi bor. No frost sistemada ishlaydi. Ikkovi ham qor qiruv yig'maydi. Hozirgi kunda bu ikkita xolodilnik ham katta chegirmada. Ikkita eshikligi $909 ham sotilgan. Hozirgi kunda $409 olsanglar bo'ladi. 4 ta eshikligi $940 ham sotilgan. Hozirgi kunda bu modellar bor yo'g'i $439 qilib beriladi.